Obunachilar, mana shuncha katta joyni men quyonxona qilmoqchiman yaqinda shu 5-6 oydan so'ng. Hozircha mana bu quyonim 2 oylik 3ga o'tadi, 3ga o'tgan, endi 4ga o'tadi keyingi oyda. Hozir sizlarga kattarog'ini ko'rsataman. Uni qo'yib yuborganman, chunki unga ana bu joy yo'q. Uni joyiga uni qamab qo'yganman. Mana bu 4 oylik. Keyingi oyga 5ga o'tadi. O'xshaydimi shu? Keyingi oyga 5 oylikka o'tadi bu. Buni hozir qo'yib yuborganman, bemalol o'tlar yeb yuribdi. Bu qafas o'zi bu qafas emas, bu shkaf. Mana ko'rishlaring mumkin. Shkaf juda torligi uchun. Mana bu quyonim shu yerga yashardi. U quyonimni bu yerdan olib qo'ydimdayin, uni qafasiga qamab qo'ydim. Uni esa bitta oyog'i yozilsin deb qo'yib yubordim. Men ularga mana bunaqa korim beryapman. Korimi ham tugadi. Ertami indin olib kelaman, xudo xohlasa. Mana shunaqa. Keyin sabzi. Keyin bedasi tugagan. Beda yeyish shart emas. Navbatdan o'tlar yeyaveradi, olib solaveraman. Keyin sizlarga mana buni qaranglar. Mana shu quyonimni jinsini bilmayapman. Hozir mana shu yerda rasm chiqadi. Jinsini aytib yuboringlar kommentariyada. Mana bu yerda erkak quyonim bor. Bu ham necha oylik ekan? Bu 3 oylik, 4ga o'tadi keyingi oyda. Buni qafasi ham oddiy shkaf. Mana bu. Bularni birga qo'ysam, bir-birini junlarini yulib tashlayapti urush qilib. Shuning uchun ajratib qo'yganman hammasini. Bunga toza suv, buni ham suv bor, bu yoqda ham suv. Hammasi yaxshi. Buni yopib qo'yamiz. Keyin yana bir gap. Mana shu yerda hozir quyonlarimni jinsini rasmini chiqaraman. Aniqlashga yordam berib yuboringlar. Mana bu qorni ochib ketibdi. Buni qaranglar qanday yuvosh. Mana shuni keyingi oydan erkak quyonga qo'shaman, chunki bu o'zi tayyorroq bo'lib qolgan. Mana bu esa hali yosh. Bunikini ham ko'rsataman, hozir aniqlab berasizlar. Menga obuna bo'lishni unutmanglar, do'stlar. Obuna bo'lsanglar, birga xonalarni katta qilamiz.